Hamma odam bu yerki AI depsikni ondaq yamankan, mandaq qaltiskan degan vaqtning o'zida Alibaba shirkati tuyuqsiz Qwen 2.5 ni e'lon qilib Gül yer şarını yeni bir kıtım hayran kaldı. Endi bu Qwen 2.5'ning film ishlash, resim ishlash, kiriştirish bu texnikasi gül jihatda bu depsikni bir baldaq yuqori ko'tarayotgan bundan bir daraja yuqori turgan. Film ishlash, buni resim qilishim intayin sifatda yeni biri bu yenila depsiklar o'xshashlar. Haqsiz. Oldin qitimli filmda men mushaytli depsikda bak hayajonlanib ketmanglar, o'zinglarni tutvelinglar. Hozircha unda hayajonlanib ketishimizning oyish yo'q desam Nurg'ullar, sen AI'ni rang'unjini tushunmaydigansa, bilmaydigansa, qilchi xabaring yo'q-ku deb ketgansizlar. Ashtaqlarning hammasi rost, men bilmayman, siz bak bilasiz deb yo'lga qo'yib qo'ygandim. Hem şu gapni deb bo'lib, mushlar qanchalik foydalanib ketganlardi, yana usti bir dashilar bo'lsa, hurmatsizlik qilib qo'ymay deb kirib yurib baqdim. O'shansini, zopinsi qarsam, qanday qadamga qarab o'qib qoldim bo'lmasichu. Bu yerda aybini hech tushunmaylik lekin. AI'dan foydalanib, depsikdan foydalanib, oylik kirimingizda million pul topingiz bormi? 40 million pul topadi. Siz buni ishlatishni bilsangiz, hech bo'lmasa 100 minglab pul topa olasiz. Menda buning darsligi bor. Meni go'nja qilib yo'lsangiz, sizga yo'llab beraman. Shuning bilan undilarni qachilaysiz, mancha men qo'yib sataman. Menimcha mash AI'dan foydalanib pul topgan deyin, mushning darsligini setib pul topmoq sal osonmiki deyman men. Shu oshxonada bekarak pul topqanmiki deyman. Tushundinglarmi nima demoqchi o'g'limni? O'ylab baqing, sizga ish o'rgatib oyda million ish bilan 100 ming pul topqaza oladigan odam, sarangmaslik buni o'rgatib, kunjut ishini aytsak ochildigan bu oltin kumush va g'arin teppagan kuni haqqi daprimizmi biz? Yeni bir qismlar deydi. Hech bo'lmasa siz mash AI'dan foydalanib, vinan, yana mashunda qadrman so'zlayotgandek zopillarning bir maqolasini olsun tayyor qilsangiz, ama şu bir vinlansini, hech bo'lmasa bir dansni 50 ko'ydan oldiganlar bor. Do'yin film ishlaydigan shirkat ash dizmaytini olib oladi deydi. Qani shu xaridor, qani nada baka? O'ylab baqtinglarmi? Amaliyot AI'dan foydalanib, vinlan yozib ishlatganlarni buladi. Lekin yeni o'zbek ishlatolmaysizlar. O AI yozganini qarang, o'zbekni chiqarib bo'lmaydi, ishlatgan bo'lmaydi, qilib baqqanlar his qilgan bo'lishi mumkin. Uning ichida biroz o'lchamlik chiqqan bilan, uni biz yana o'xshash yeni bir qatim takrorlashimiz, o'zgartirishimiz, kirishtirishimiz kerak. Uning keyindan bizga loyiq bo'ladi. Endi bu AI'ga vinlan yozdirayotganlar, aslida o'zi vinlan yozolmaydiganlar yoki vinlan yozishga nihoyat vurullik qilib, foydalanib baqmoqchi bo'lganlar. Shundaymi? Demak, bundaqlar buningdan foydalansa yana cho'ng unum yaratanmaydi qaranglar. AI'dan foydalanib odamsiz jubo qilib bu pul deb yurayotgansizlar. Ularning rinchis barbara tushib ketdi. Shuni bilan sal bes qilib qoldi-ku bu ishlarmi? Uning keyindan AI'dagi zopillarni chiqargan vaqtingizda do'yinib chiqib tanlaydigan yava AI'da ishlagan film deb bo'lmasa chiqarsangiz buni tushirib undaq ishlaganlargimi ancha ko'p eqimmi bamidi? AI'dagi vurin jubo qilib qo'yganlarning jubosincha odam yo'q. Siz o'ylab baqing, navbat ochdingiz. Buni his qilib bo'lmamki, his qilib bo'ladi. Shundan hammamiz ko'rib bu AI'mi mashina adammi yoki rast jubomi yoki rast sopimi deganni. Navbat bir vurin jubo, odamsiz bir jubo, ashtaq bir AI jubo sizga ma'lum bir mahsulotni maqtab setib bersangiz olamsiz. Ba'zi favqulodda azam bo'lib qolsa siz ehtiyojli bo'lsangiz elishingiz mumkin. Bo'lmasa asosan olmaymiz. Shundan demak bu yo'ldan undaq cho'ng pul topqilman bo'ladi. Lekin bak oshirayotmanglar, bak ko'p turayotmanglar. Masodda bolalarmi bak ishinib ketmanglar. Endi bu yerda AI rang'unjini bu deganlarni aslida qo'sug'ida umuvchilar yaxshiroq foydalanyapti. Masalan, rasm o'ngishirgan aslida Photoshop deganlarni bildiganlar ma'ni qo'shib foydalangan vaqtida suratni tezlatgan bo'ladi. Bir baldaq yuqori ko'tara olamiz. Aslida Jaying, Premiere, DaVinci qatorliq film kesgan narsalarni rang tanishadigan narsalarni bildiganlar ma'ni qetib ishlatsa, mandaq bo'lib deb anında umuvchilar ma'nidan anında foydalanyapti. Hech nima uqmaydigan odam ko'zni yumib tiplar hamma ishni qilib oldi foydalanigan ish yo'q. Buni maqtayotgan, mo'shni so'zlab turayotgan do'stlarimiz ziynni manchimchi deb qo'yinglar, ta'sirini manchimchi deb qo'yinglar. Hech foydasi qurib yelpib bak oshirayotmanglar. Men anglayotganlarmi soldilarcha hamma gapga ishinib qolmanglar. Bulamdi?